dagi qiyinchilik o'z nafslariga qarshi kurashish edi. Ularning sadoqati tez orada Madinada aroqning harom qilinishi bilan imtihon qilinadi. Hijratning 4-yili edi. Aroq hali ham harom qilinmagan edi. Uni man qiluvchi oyat hali nozil bo'lmagan. U paytlari Arab yarim orolida 4 xil ichimlik bor edi: suv, sut, sharbat va sharob. Arab urf-odatlarida sharob keng tarqalgan ichimlik edi. Odamlar uni ichishni yoqtirishardi. U haqida she'rlar yozishardi. Ko'pchilikning uyida topilishi oson edi. Qisqa qilib aytganda, u bugungi kundagi oddiy ichimlik sifatida edi. Bu holatni Umar roziyallohu anhuning ko'zlari bilan tasavvur qilsak, chunki bu kunlardagi holatni uning kechinmalari bilan tushunish mumkin. U sharobni yomon ko'rib, uning harom bo'lishini hammadan ko'proq xohlardi. Shu darajada yomon ko'rganidan Allohdan duo qilib so'rardi. Uni nima tashvishga solardi? Musulmon birodarlarni bunday holatda ko'rishni istamasdi. U uchun bu holat musulmonlarning sharafiga mutlaqo yarashadigan ish emasdi. Shu bilan birga ba'zi sahobalar ham payg'ambardan ichkilik va qimor o'yinlarining hukmi haqida so'rashib, u zot bergan har qanday buyruqqa itoat qilishga tayyor edilar. Umar duo qilardi: Ey Alloh, sharob to'g'risida aniq va qat'iy bir chora ber. Ko'p o'tmay unga qarshi birinchi oyat nozil bo'ldi. Sendan xamir va qimor haqida so'rarlar. Sen ikkisida katta gunoh va kishilar uchun manfaat bor va gunohlari nafllardan kattadir deb ayt. Buni eshitib ba'zilar uni zararidan saqlanish uchun voz kechishdi. Boshqalar esa hali to'liq taqiqlanmagani uchun ichishda davom etishdi. Shunda kimdir nega birdaniga taqiqlanmadi deyishi mumkin. Bu yerda islomning oqilona yo'lini ko'ramiz. Sharob ichish kabi odatlar o'ziga o'rgatib qo'yadigan narsalarni bir kechada tark qilish qiyin. Jamiyatdan spirtli ichimliklarni olib tashlash uchun Qur'on tadrij usulini, ya'ni bosqichma-bosqich taqiqlashni qo'llagan. Robbimiz uning butunlay taqiqlanishi uchun badanlarni tayyorlayotgan edi. Bu jarayon davomida musulmonlar yo butkul undan voz kechishdi yoki ichishni kamaytirishdi. Shuning o'zi yetarlicha o'zgarish edi. Biror narsaga birdaniga erishish mumkin bo'lsa ham undan butunlay voz kechmaslik kerak. Agar birdaniga voz kechish kerak bo'lganida, o'sha davr odamlari uchun islomni qabul qilish qiyin bo'lib qolar edi. Undan voz kechmasliklari sabab sharob haqidagi Qur'on oyatlari birin-ketin nozil bo'lib, uning zararini birma-bir tushuntirdi. Nihoyat 3-bosqichda u haqida aniq taqiq oyatlari tushdi. Psixologik tomondan olib qaraganda Qur'onning tutgan yo'li eng to'g'ri yo'ldir. Unutmang, hatto 5 mahal namoz ham hijratdan 1 yil avval, ya'ni Me'roj kunida farz qilindi. Payg'ambarimizga vahiy nozil bo'lganidan taxminan 11 yil keyin. Ular yaratilish maqsadi, insoniyatning bu dunyoga yuborilish sababi, ilk insondan to uning davrigacha bo'lgan payg'ambarlik vazifasi, Allohning ismlari va sifatlari hamda tavakkul va tafakkur kabi chuqur haqiqatlar haqida bilib oldilar. Ular oxirat, jannat va do'zax haqida bilishdi. Asosida iymon bo'lgan va uni ilk saboqqa aylantirgan uslub hech qachon yiqilmaydi. Shunday mustahkam poydevor qo'yilgach, namoz, zakot, ro'za, hijob yoki sharobni taqiqlash kabi amirlar sahobalar uchun og'ir yuk bo'lib tuyulmaydi. Ular bu buyruqlarni majburlikdan emas, balki katta zavq va shavq hamda muhabbat bilan bajarishadi. Namoz vaqti bo'lgach, payg'ambar alayhisalom odamlarni chaqirdilar. Allohning rasuli shunday deb buyurdilar: aroq ichgan kishi namozga yaqin kelmasin. Bir musulmon o'sha kuni mast holda namozga keldi. Umar roziyallohu anhu yana bir bor qattiq xafa bo'ldilar. Qo'llarini ko'tarib duo qilishdan boshqa hech qanday choralari yo'q edi. Ey Alloh, sharob haqida aniq va qat'iy qoida bergin. Nihoyat quyidagi oyatda uzoq kutilgan buyruq keldi. Ey iymon keltirganlar, albatta xamir, qimor, butlar va fol ochadigan cho'plar iflosdir, shaytonning ishidir. Bas undan chetda bo'ling, shoyatki najot topsangiz. Albatta shayton xamir va qimor tufayli oralaringizga adovat va yomon ko'rishlikni solishni hamda sizlarni Allohning zikridan va namozdan to'sishni xohlaydi. Endi to'xtarsizlar. Bu sharobning harom qilinishining 4-so'nggi bosqichi edi. Endi nima bo'ladi?
Payg'ambar alayhissalomning buyruqlari bilan bir jarchi ko'chalar bo'ylab baqirdi. Ey odamlar, quloq soling! Sharob endi harom qilindi. U yerda turgan Anas ibn Malik shunday derdi. Musulmonlar buyruqni eshitgach, darhol uylardagi sharobni olib chiqib to'kib tashlashdi. Sharob idishlarini yerga urib, parchalab tashlashdi. Madina ko'chalaridan sharob daryo bo'lib oqdi. Ana shu kundan boshlab musulmonlar o'zlarida bor bo'lgan sharobning bir tomchisini ham qoldirishmadi. Ba'zida chin qalb bilan aytishning o'zi kifoyadir. Voz kechdim Robbim, gunohi qanchalar bo'lsa ham uni ichishimni istamasang, men uni tark etaman. Bu jasad senga tegishli, u menga bergan omonatingdir. Men unga vaqtincha egalik qilaman xolos. Rozi qilishim lozim bo'lgan yagona zot sen ekansan. Na o'z nafsimni va na atrofimdagi odamlarni rozi qilishni istamayman. Ular Robbilarining roziligi uchun undan voz kechdi. Chunki oxirida Alloh uchun bir narsadan voz kechganlar g'oliblardir. Qur'on va Allohning rasulining buyrug'i qanday ta'sir qilganini ko'rdingizmi? Bugun oddiy odatdan voz kechish uchun odamlar har xil joylarga borib davolansa ham ish bermaydi. Bir kishining so'zlari qanchalar kuchli bo'lishi mumkin? Nahotki jamiyatda tomir otgan narsani olib tashlay olsa, uning ortida ilohiy kuch turganining ishorasi bo'lishi mumkinmi? Esingizda bo'lsa, sharobni 4 asosiy ichimliklardan biri degan edik. Bunday odatga aylangan narsani yo'q qilish deyarli ilojsiz edi. Unga vahiy qilingan ilohiy qonunlar orqali bir kishi johillik zulmatida g'arq bo'lgan jamiyatni o'zgartirdi va ularni yorug'likka olib chiqdi. Bu mislsiz muvaffaqiyat haqida buyuk islom olimi Badiuzzamon Said Nursiy shunday degandi: 100 ta faylasuf borib 100 yil davomida ish olib borsinlar. U zot bir yilda amalga oshirgan narsani amalga oshira olisharmikan? Islomning shiorlari, ya'ni islom ramzlari, uning qonun qoidalari Alloh va uning rasuli alayhissalatu vassalomning amrlari va taqiqlari orqali birma-bir o'rnatilardi. Shu bilan birga Rasululloh Uhud voqealaridan keyin ham ehtiyotkor bo'lib, Madina xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rdilar. Musulmon jamoasi kundan kunga oshib borsa-da,